Barchaga assalomu alaykum. O'tgan yili Qo'qon universiteti Andijon filialiga tashrif buyurib hayratlangandik. Bu yerdagi o'zgarishlar, yangilanish va rivojlanish bizni lol qoldirdi. Bu yil yana tashrif buyurdik va yanada ishonch hosil qildik. Qo'qon universiteti Andijon filiali bu haqiqiy taraqqiyot maskani. Bu yerda bugungi kunda 5 ta asosiy fakultet faoliyat olib bormoqda. Tibbiyot, iqtisodiyot, pedagogika, axborot texnologiyalari va filologiya. Universitet zamon talablariga mos holda ta'limni 3 xil shaklda taklif qilmoqda. Kunduzgi, sirtqi va masofaviy. Ayniqsa sirtqi va masofaviy ta'lim shakli bu hayoti faol, band insonlar uchun haqiqiy imkoniyat. Endi faqat yoshlargina emas, balki har qanday yoshdagi bilim olishni istagan fuqarolar ham o'zlariga qulay vaqtda, qulay joyda, ish faoliyatini to'xtatmagan holda o'qish imkoniyatiga ega. Masofaviy ta'lim shakli orqali esa istalgan joyda, hatto chet elda bo'lib ham onlayn o'qish mumkin va ta'lim yakunida davlat namunasidagi oliy diplom qo'lga kiritiladi. Sirtqi va masofaviy ta'lim uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Elektron kutubxona, masofaviy dars platformalari, individual o'quv rejalari va doimiy onlayn maslahatlar orqali talabalar har tomonlama qo'llab-quvvatlanadi. Bugun bu universitet zamonaviy texnologiyalar bilan to'liq jihozlangan. Kompyuter xonalari, laboratoriyalar, mulyajlar bilan boyitilgan. Talabalar esa birinchi kursdanoq real amaliyotga jalb etilmoqda. Yana bir muhim jihat, talabalar uchun chet elda stajirovka va work and travel dasturlariga yo'llanma ham mavjud va bu yo'nalishdagi barcha xarajatlar universitet tomonidan qoplanadi. Davlatimiz rahbarining yoshlar bilan uchrashuvda belgilagan vazifalari ijrosini ta'minlash maqsadida universitet ajoyib bir tashabbusga qo'l urdi. Universitet talabalari va Andijon viloyatidagi barcha maktablar bitiruvchilari uchun til va fan kurslari mutlaqo bepul tashkil etildi. Shunchaki dahshat. Masalan, koreys, nemis, ingliz, turk, rus va o'zbek tili kabi ko'plab til kurslari hamda fan kurslari mavjud. Bu esa nafaqat bugun, balki kelajak uchun ham ulkan sarmoyadir. Shu sababli bemalol ayta olaman, Qo'qon universiteti Andijon filiali bu zamonaviy ta'lim, amaliy tajriba va cheksiz imkoniyatlar maskanidir. Qo'qon universiteti Andijon filialida qabul davom etmoqda. Shoshiling, kelajak shu yerdan boshlanadi.